Olinglar bolalar. Hadi, akam ishdan bo'shab ketdilar. Ishdan bo'shabdi? Bo'shabdi. Ya xo'jas. Ya ishlamaydigan odamga go'sht yeyishni kim qo'yibdi? O'g'lim sen baqmat, sen ishli odamsan. Xo'p bo'ladi. Ha, to'ppa to'g'ri yetishgan ekan. Ne o'zi ishlamagan odamni noishini ko'rganda. Nafsi buzuq. Hadi, sochuvlarimni oldim. Ketdim cho'mashga. Ha, bir bor dam olib kelaylik. Mashinada olib turaman. Bo'pti. Sochig'im olib chiqing, men ham dam olib kelamizmi? Ya senga nima bor? O'zi shundoq uyda dam olyapsan-ku. Ha, molga o'xshab yoturmasan, ish topking. Ha, jabimiz qo'shimiz qassobga qo'y o'tib o'tirib tursan, pul beradi. Qo'y qattin ishiymi? O'zi shu ekanda, ishlamasang tuqqan otingga ham yoqmaysan. Ha, ko'rsan chiqib bolam. Agar qizni ko'ndirsang, bir oydan keyin to'yini qilib beradi. Ko'ndirib kelaman, hadi. Men katta o'g'ilmani birinchi uylanmaymanmi? Senga sovchiligi borsam, o'g'lim ishlamaydi, g'irt darmayo deymanmi? Ha, nobodo to'yini qilib bersam, bitta boqmani ikkita bo'ladimi? Pari. Boqaman deylarmi? O'zlari ham 30 yildan beri hech qayerda ishlamaylar. Faqat oyim boqarlar. Eski pakupayim, eski olamiz, ishlamaydigan. Yaxshi. Ishlamaydigan narsalar olasanmi? Ishlamaydigan eski narsalar olamiz. Boqmani bu yoqqa chiq. Ha, tinchlik. Mana mashina ollaring. Nimaga? Ishlamaydi bu. Мы все дальше живем, курим и пьем.